Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Kanechkadan 12 va 3 maktab orqa tomonda Veteran domimiz, 4 etajli domning 1-etajda 3 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramizni sizlarga obzor ko'rsatib o'tamiz va narxi va raqamlarini qo'yib o'tamiz. Ana bu kuxna qismimiz, balkonimiz kuxnaga chiqqan, trezalar akva qilingan, rushetkalar qo'yilgan, balkonimiz pistolet balkon. Bu yerda esa kuxnaning balkonga chiqib olganlar, o'tirib ovqatlanishga zona qilganlar, ugalokchalar qoladi. Bu yoq esa sanuzel qismimiz. Bu yoq esa hojatxona. Bu yer perxoshxonamiz, vходной eshigimiz, uni almashtiriladi. Bu shkaflar qoladi. Bu yoq esa spalnamiz. Spalnamizdagi mebel ham, barcha mebellar qoladi, qadrdonlarim. Bu detskiy desak ham bo'ladi, spalna desak ham bo'ladi. Bu yoqdan aytib o'tganlar, akvaplast qilingan, rushetkalar qo'yilgan, joy yomon emas, qadrdonim. Baho joy, chunki radiatorlar qo'yilgan, oyoq ostida laminat qilingan. Bu xonadonimizda nima ko'rayotgan bo'lsa, barcha jihozlar qoladi. Bu yoq esa kladovka. Bu yoqda ortiqcha narsalarni joylashtirib qo'yasizlar. Bu yoq zalimiz. Zalimiz ham keyingina lustracha qo'yilgan, chuqur batareyalar qo'yilgan, trezalar akvaplast qilingan. Ana bu mebelimiz ham yaxshi mebel ham qoladi. Qadrdonlarim, obzorni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Lokatsiyasini yana bir marta aytaman. Buxoro shahri Kanechka 30 va 12 maktab orqa tomonda 4 etajli domning 1-etajda 3 xonali kvartiramiz. Narxini 35.900 deb baholaymiz. Yana salgina zazorchasi bor. Yana narx bilan kelishsak bo'ladi. Agar bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelsa, like bosishni aytman qadrdonim. Do'stlaringizga shu obzor tarqatinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta savol qolsa, ma'qul sizlarning do'stlaringiz shu xonadon sohibalari bo'lishi mumkin. Pastga raqamlaringizni qo'yib o'tamiz, bizda aloqada chiqib qoling. Chiqishingizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lishni unutib qo'ymang qadrdonim. Like podpiskasidan so'raymiz. So'qqani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.